Bugun sizlarni o'zim bilan Crepo City'da ochilishiga olib ketaman. Andijondagi Navro'z Mallga yaqinroq hududda qad rostlayotgan ushbu majmuani qurilishi boshlangan. Bugun o'zim ma'lumot olgach, sizlarga ham ulashaman deb aytilingan vaqtga bordim va har bir mehmonni shunaqa tantana bilan kutib olishdi. Kelgan mehmonlar bilan biroz o'tirib, keyin majmua bilan tanishib chiqdim. 264 ta xonadondan iborat bo'lgan biznes klass toifasidagi uylarda siz $5000 boshlang'ich to'lov bilan qolgan qismini 60 oyga foizsiz va beniyasiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. 1, 2 yoki 3 xonali tanlov sizdan. Har bir podyezdda 2 tadan lift bo'ladi va liftlar sizni avariyniy holatda ham o'z manzilingizga yetkazadi. Majmuaning podval qismi parkovka bo'lib, siz bu joydan liftda o'z etajingizga ko'tarilishingiz mumkin. Birinchi qavat 1500 kvadrat metrni tashkil qiladigan do'konlardan iborat bo'ladi. Eng zo'r joyi bo'lsa, majmuaning o'zini alohida bog'chasi bo'lishi rejalashtirilgan. Bu borada uzoqqa borib o'tirmaysiz. Qiziqqan bo'lsangiz qoldirilgan nomerlarga telefon qiling yoki-da sotuv ofisiga tashrif buyurib, o'z xonadoningizni band qiling. Manzil Andijon shahar, Naqshbandiy ko'chasi. Navro'z Malldan 700 metr, Toshkent Premium to'yxonasidan 600 metr masofada joylashgan. Ushbu videoda shahar markazidan uyolaman deb yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying.